Biz bugun biliq sahibi deb atalgan sabr va toqatning ahamiyatini bizga ibrat qilib qoldirgan Yunus alayhissalom bilan tunishib chiqamiz. Yunus alayhissalom Niyanva shahrida yashagan bo'lib, Niyanva shahri hozirgi Iroqning Mosulga yaqin bir joyga to'g'ri keladi. Niyanva aholisining soni 100 mingdan ortiq bo'lib, bularning hammasi butqa, haykalga va toshga o'xshash botil narsalarni, haqiqat bo'lmagan narsalarni iloh deb tunugan edi. Ammo ularning hammasi butlarga, haykal va toshlarga cho'qinatdi. Ularning orasida ijtimoiy jinoyatlar nihoyat keng tarqalgan edi. Alloh taolo har qanday bir qavmga haqiqat yo'lini ko'rsatadigan, haqiqiy ilohni tunishtiradigan payg'ambar avatganidek, bu ozg'un qavmgami ularning ichidagi Mattaning o'g'li Yunusni payg'ambar qilib tanlaydi va Yunus alayhissalomga vahiy qilib, ularga haqiqiy Allohni tunitishni va ularni to'g'ri yo'lga yetaklash, xato ishlardan to'sishga buyurdi. Yunus alayhissalom Alloh taolo buyurgandek ularga Allohni tushuntirdi va o'zining Alloh taolo tarafidan avatilgan payg'ambar ekanligini aytdi. Ammo Niyanva aholisi Yunus alayhissalomning gaplariga ishonmay, Allohni inkor qilib, aslidagi ozg'un aqidasidan yanmaydi. Yunus alayhissalom har xil usullar bilan ularga tushuntirdi. Lekin ular yana rad qildi. Hatto ular oxirida agar sen rostchil bo'lsang, bizni qo'rqitgan Allohning azobini qani keltirib boq deb Yunus alayhissalomga jang e'lon qildi. Yunus alayhissalom shuncha tushuntirsimi, xalqining johillarcha ozg'un aqidasi mahkam turib olishidan nihoyat g'azablanib, xalqini tashlab bu shahardan chiqib ketdi va ularni Alloh taolaning azobi sizlarga pat yaqinda keladi deb ogohlantirdi va azobning ba'zi alomatlarini so'zlab berdi. Yunus alayhissalom shahardan ayrilgandan keyin Allohning azobi yaqinlab keldi. Yunus alayhissalom Allohning buyruq kelishidan ilgari bu shaharni tashlab chiqib ketishdan iborat bir xatolikni o'tkazganligini his qilmagan edi. Amaliyotda elchining yoki da'vatchining vazifasi kishilarni sabr va toqat bilan to'g'ri yo'lga yetaklash va Allohni tunishtirish. Kishilar qabul qilsin, qabul qilmasin, bu majburiyatdan keyniga chekinmaslik va ularni tashlamaslik edi. Chunki Alloh taolo da'vatchi yoki elchidan nimishqa da'vat qilmading, nimishqa da'vatingni davomlashtirmading deb so'raydi. Hargizmi nima uchun bu kishilar hidoyat topmadi, nimishqa musulmon bo'lmadi deb so'maydi. Chunki hidoyat Allohning ilkida. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni payg'ambarimiz qiyinchilikqa uchragan vaqtida, xalqi payg'ambarimizning so'ziga ishonmay, payg'ambarimizning da'vatini inkor qilgan vaqtida payg'ambarimizga xitob qilib, "Va la takun ka sohibil hut iz nada va huwa makzum." Sen biliq sohibiga o'xshash bo'lmagin, ya'ni Yunus alayhissalomga o'xshash bo'lmagin, ya'ni kishilarning qabul qilmaganligidan ularni tarik etmagin, ularni tashlamagin, da'vatingdan keyniga chekinmagin, da'vatingni davomlashtirgin deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Yunus alayhissalomga o'xshash da'vatidan chekinishdan yoki xalqini tashlashdan yoki bu shaharni tashlab chiqib ketishdan ogohlantirgan. Shuning uchun har bir da'vatchi shuni bilishi kerakki, sizning da'vatingizni kishilar anglasin yoki anglamasin, siz qo'lingizdan kelishicha eng yaxshi ravishda, eng yuqori saviyada qiling, ammo uni kishilarning tinishishi, kishilarning ko'rishi, kishilarning qabul qilishi bu Allohning ilkida. Sizning vazifangiz Alloh taolo sizga bildirgan ilmni boshqalarga yetkazish va da'vat qilish orqali kishilarga haqiqatni tunutish, to'g'ri yo'lga yetaklash. Natija Alloh ustiga. Alloh bizdan natijani so'maydi, majburiyatni so'raydi. Ammo Yunus alayhissalom kishilarning haqiqatni qabul qilmaganligidan og'rinib, g'azablanib, shaharni tashlab chiqib ketdi. Yunus alayhissalom debbagan Allohning azobining alomatlari ko'nishga boshladi. Yunus alayhissalom iymon etishdan umid uzgan, sabr qilmay ularni tashlab chiqib ketgan xalq Yunus alayhissalom debbagan alomatlarni ko'rgandan keyin Yunus alayhissalomning so'zining rost ekanligiga ishonib, darhol tavba qilib, pushaymon qilib Allohga duo qilishga boshladi va Allohga iymon etib, Yunus alayhissalomning rost payg'ambar ekanligiga ishondi va boshqalarning mollarini elib olgan, boshqalarga zulm qilganlar molni egasiga qaytirib, zulm qilganlar mazlumdan kechirim so'rash orqali tavba qilib Allohga yelinishga boshladi. Alloh taolo ularning tavba qilganligini ko'rib, ularga yiqilib qolgan azobni ulardan ko'tardi. Alloh taolo bu voqelikni Qur'on Karimda bayon qilib, "Lamma amanu kashafna anhum azabal khizy fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Ular Allohning azobi yiqilib kelgan vaqtida iymon aytibdi, biz ularni dunyoda rasvo qiladigan qattiq azobdan qutuldirdik va ularni dunyo hayotidan ajri to'shqan qadar bahramand qildik deydi. Demak, Yunus alayhissalom iymon aytishidan umid uzib, g'azablanib tashlab chiqib ketgan xalq Yunus alayhissalom yo'q vaqtida Allohga iymon aytib tavba qildi. Demak, kishilarning hidoyat qilishi Allohning ilkida. Payg'ambarning, elchining, da'vatchining vazifasi kishilarni ogohlantirish, ularga haqiqat yo'lini ko'rsatish. Agar Alloh xolisa, hech qanday elchi avatmaymi, kishilarni hidoyat qilishga qodir. Shuning uchun kishilarning haqiqatni qabul qilmasligi bizni qat'iy g'amga tashlamasin. Biz ustimizga tushgan vazifani kuchimizning yetishicha eng yuqori shaklda ado qilaylik. Uning natijasi Allohning ustiga. Yunus alayhissalom xalqidan og'rinib, g'azablanib tashlab chiqib ketib, bu shahardan ketish uchun dengiz bo'yig'iga bordi va dengizdagi kishilar bilan liq to'shqan bir kemaga chiqdi. Kema qo'zg'alib bu shahardan ayrildi. Dengizning o'ttirig'iga kelgan vaqtida kemaning yukining ig'irligidan kema cho'kib ketish xavfiga duch keldi. Kemaning cho'kib ketishining oldini olish uchun chuqum kemadan bir odamni tashlab etsa, bu ish hal bo'ladi. Ular kemadan kimni tashlash haqida datalash qilgandan keyin oxirida chak tashlash orqali bu masalani
hal qilmoqchi bo'ladi. Ular shunday qilib chak tashladi. Chak dal Yunus alayhissalomga chiqdi. Yunus alayhissalomni kishilar tunug'achqa Yunus alayhissalomni tashlashga yo'l qo'ymay, ular chakni yana bir qatim tashlashni o'ylashdi. Chak ikkinchi qatim Yunus alayhissalomga chiqdi. Ular yana yo'l qo'ymay, uchinchi qatim yana chak tashladi. Uchinchi qatim chak Yunus alayhissalomga chiqdi. Yunus alayhissalom qayta chakning o'ziga chiqqanlardan bu imtihonga Allohning o'zini tanlaganligini his qilib, ularning yo'l qo'ymasligiga qaramasdan dengizga o'zini atdi. Allah Taala şu vaqtda dengizdagi nayt cho'ng bir kitga buyruq qilib, Yunus alayhissalomni yutib olishga buyurdi. Kit Allohning buyrug'i bo'yicha Yunus alayhissalomni yutib oldi. Allah Taala bu voqealikni Qur'on Karimda bayon qilib, "İz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahu'l hut wa huwa mulim." Yunus o'z vaqtida xalqidan qochib, kishilar bilan liq to'lgan bir kemiga chiqib oldi. Kemidagilar chak tashlash orqali, chak chiqqan odamni dengizga tashlash orqali kemini yengillatmoqchi bo'ldi. Yunus chakda mag'lub bo'lganlardan bo'ldi. Ya'ni chak chiqqan kishi bo'ldi. Yunusni cho'ng bir biliq yutib etdi. U xalqini tashlab chiqib ketganligi uchun ayiblanishga loyiq edi deydi. Alloh taolo Yunus alayhissalomni sabrsizligi va taqatsizligiga qarata uni tarbiyalash uchun kitga yutqizib, kitning qonida saq 40 kun turg'izdi. Yunus alayhissalom kechining qorong'uligi ichidagi dengizning qorong'uligida, dengizning qorong'uligi ichidagi kitning qonidagi qorong'ulikdan iborat qatma-qat qorong'ulik ichida o'zining hayot ekanligini his qilib, nihoyat xursand bo'ldi va Allohga sajda qilib shukr qildi va o'zining xalqini tashlab xato qilganligini his qilib Allohga tövbe qildi va tuvandagi duoni o'qidi. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sendan boshqa hech bir iloh yo'q. Sen barcha nuqsonlardan pok tursan. Inni kuntu minaz zalimin. Men haqiqatan o'zimga zulm qildim. Yunus alayhissalomning bu duosi 5i tavhid, ya'ni Allohni bir deb bilish, o'ttirisi tasbih, ya'ni Allohni barcha nuqsonlardan pok deb bilish, oxirisi o'zining gunohini e'tirof qilish, ya'ni istig'for talab qilish edi. Arshidagi farishtalar Yunus alayhissalomning bu duosini anglaydi. Alloh taolo Yunusning bu duosiga qarata fastajabna lahu va najjaynahu minal gham. Biz Yunusning u duosini ijobat qildik va uni g'amdan xalos qildik deydi. Shundaqla bizgimi bishorat berib, bizgimi va'da berib, va kazalika nunjil mu'minin. Mu'minlarni, ya'ni Allohga ishongan barliq kishilarni ana shu Yunusni qutuldirgandek, Yunusning duosini ijobat qilgandek qutuldiramiz, uni g'amdan xalos qilamiz deydi. Demak biz qanchalik qiyinchilikda qolmayli, kechida, dengizning ichidagi kitning qornida, ya'ni hech qanday chiqish yo'l bo'lmagan ahvol ostida bo'lsaqmi, Allohga samimiy duo qilsak, Alloh bizning duoyimizni anglaydi, shundaqla ijobat qiladi va bizni g'amdan xalos qiladi. Shundaqla Yunus alayhissalomning bu duosi har qanday bir qiyinchilikda qolgan mu'min duo qilsa, shaksiz ijobat bo'ladigan duo ekanligini payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadislarda bayon qiladi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda Yunus biliqning qornida turib, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin degan bu duoni har qanday bir musulmon har qanday bir qiyinchilikda desa, Alloh taolo uning duosini shaksiz ijobat qiladi deydi. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom har qanday qiyinchilikka tushib qolgan bir odam Yunus alayhissalomninki la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin deb bu duoni o'qisa, Alloh taolo u bandaning qiyinchiligini ko'tarib o'tadi deydi. Shundaqla Alloh taolo Yunus alayhissalomni biliqning qonidan qutulishiga sabab bo'lgan ishininki tasbih ekanligini alohida tilga oladi. Allah Taala Qur'on Karimda "Falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun." Yunus agar tasbih aytquchi bo'lmagan bo'lsa, ya'ni biliqning qornida davomli tasbih aytib turmagan bo'lsa, u biliqning qornida qiyomatga chiqaladi deydi. Demak, siz har qanday bir qiyinchilikda qolmang, tasbih aytib tursangiz, ya'ni Allohni barcha nuqsonlardan pok deb bilib tursangiz, shundaqla ig'zingizda subhanallohi va bihamdihi subhanallahil azim, shundaqla istig'for, tavba qilib tursangiz, Alloh taolo sizni har qanday qiyinchilikdan qutuldiradi va g'amdan xalos qiladi. Alloh taolo Yunus alayhissalomning duosini ijobat qilib, biliqqa vahiy qiladi. Biliq Allohning buyrug'i bo'yicha Yunus alayhissalomni dengizning qirg'iga akilib tashlaydi. Yunus alayhissalom biliqning qornidan nihoyat kasaljan holatda tushadi. Alloh taolo bu voqealikni Qur'on Karimda bayon qilib, "Fanabaznahu fil ara'i wa huwa saqim." Biz uni dengiz sohilidagi bir qurg'oq yerga akilib, biliqning qornidan otdik. U vaqtda nihoyat kasal holatda edi. Biz uningga soy tashlash uchun bir tip kavni o'stirib berdik deydi. Ba'zi manbalarda bu kava Yunus alayhissalomning ustiga soy tashlab, uning yo'pirmoqlaridan sut temib, Yunus alayhissalomning salomatligi asli kelganligi bayon qilinadi. Yunus alayhissalomning salomatligi asli kelgandan keyin Mangudak bo'lgan vaqtida Niyanva, ya'ni xalqi taraf qarab mangdi. Yo'lda Yunus alayhissalomga bir padichi bola uchraydi. Yunus alayhissalom bu padichi baldan qaysi qavmdan ekanligini so'raydi. Bu bola Yunus alayhissalomning qavmidan ekanligini aytadi. Yunus alayhissalom bu baldan qavmining ahvolining qanday ekanligini so'raydi. Bu bola Allohning azobining alomatlarini ko'rgan vaqtida Yunus alayhissalomning qavmining hammasining Allohga tavba qilib iymon aytganligini aytadi.
aytadi. Va shundaqla ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan, Allohning buyruq va cheklimalarini ta'lim beradigan bir kishiga nihoyat ehtiyoji borligini aytadi. Yunus alayhissalom buni anglab nihoyat xursand bo'ladi va Allohga shukr qilib, Niyanva shahriga qaytib, xalq bilan uchrashadi. Xalqi Yunus alayhissalomning qaytib kelganligidan nihoyat xursand bo'lib, uni qizg'in kutib oladi. Yunus alayhissalom xalqiga Allohning buyruq va cheklimalarini ta'lim berib, ularni Alloh buyurgan hayotda yashadi. Alloh taolo ular iymon etganligi uchun hayotdan bir muddat, ya'ni ajli kelgankichilik bahramon qiladi. Alloh taolo buni Qur'on Karimda bayon qilib, "Famatta'nahum ila hin." Biz ularni, ya'ni Yunusning qavmini ma'lum muddatgacha, ya'ni ular vafot topqicha hayotdan bahramon qildirdik deydi. Demak, ular Allohga tavba qilib iymon etib, oxiratlikni qo'lga keltirdi va dunyo hayotida bayoshat turmush kechirdi. Yuqorqi Yunus alayhissalomning qissasini elishga tegishli ibrat va darslar. Birinchisi, haq da'vo egalari, da'vatchilar va Alloh da'vosiga o'tgan kishilar da'vosida savrchan va toqatlik bo'lishining muhim ekanligi. Da'vatimni kishilar anglamadi, ko'madi deb majburiyatidan to'xtamasligining naqadar muhim ekanligini ko'ramiz. Kishilardan og'rinib da'vatdan to'xtashning Allohning azobiga duchor qiladigan ish ekanligini ko'ramiz. Ikkinchisi, Allohga istig'for, tasbih va duo qilishning intayin muhim ekanligi. Shundaqla mu'minning eng kuchli quroli ekanligini ko'rib olamiz. Har qanday qiyinchilikka tushgan vaqtimizda, hech bir chiqish yo'l topamagan vaqtida tasbihni, istig'forni va duoni qo'ldan bermasligimizning muhim ekanligini ko'rib olamiz. Qiyinchilikka tushgan vaqtimizda, hech qanday chiqish yo'l topamagan vaqtimizda, yanala bizning Alloh taolo yordamchimiz ekanligi. Shuning uchun har vaqt Alloh taologa istig'for, tasbih va duo qilishimizning muhim ekanligini ko'rib olamiz. Uchinchisi, Alloh taoloning yaxshi ko'radigan solih bandalari dunyoda xatolasa, Alloh taolo uni jazolab tarbiyalaydiganligi va gunohidan poklaydiganligini ko'rib olamiz. Xuddi Yunus alayhissalom xalqini tashlashdan iborat sabrsizligi va taqatsizlik bilan xatolashdi. Alloh taolo uningga sabrni o'rgatib, biliqqa yutqizib, biliqning qornida 40 kun tarbiyaladi. Shuning uchun Allohning buyruqlarini ijro qilgan bir mu'minga orqa-marqa musibat kelsa, bundan qaqshamay, Alloh men bilmaydigan mening gunohlarimni mendan poklab o'tibdi deb o'ylashning muhim ekanligini ko'rib olamiz. To'rtinchisi, tavbining va istig'forning Allohning azobini ko'tarib o'tadiganligini ko'rib olamiz. Shuning uchun Allohning azobiga duchor bo'lmasligimiz uchun har vaqt istig'for, tasbih va tavba qilishimizning nihoyat muhim ekanligini ko'rib olamiz. Beshinchisi, Alloh shaksiz ijobat qilgan duoninki la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zolimin degan bu duo ekanligini ko'rib olamiz. Yunus alayhissalomning duosininki har qanday qiyinchilikni ko'tarib o'tadigan va Alloh shaksiz ijobat qilgan duo ekanligini ko'rib olamiz. Shundaqla bu duoning muhim ekanligini bilish bilan birga har vaqt bu duoni qilishimizning muhim ekanligini ko'rib olamiz. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zolimin.